Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Hozir men sizga Dimet programmada elektron retsept chiqarib berishni ko'rsatib o'taman. Значит, programmaga kiramiz. Qabuldagi aktivda bugungi qabulimizdagi kasallar taklif etamiz bittasini, birinchisidagini. Bu yerda taklif etganingizdan keyin qabulni boshlash, davom etish. Tak. Ketadi sizlarda tibbiy ko'rikka kelgan bemor ekan, tibbiy ko'rik o'zingiz uchun shablon yasatib olingan, обязательно tez bo'ladi. Жалобasi yo'q, tibbiy ko'rikka kelgan bemor tavsiyada tibbiy ko'rikda, значит, жалобasi yo'q, sog'lom. Tak, keyin epizodga diagnozi tibbiy ko'rikka o'tishini yozamiz. Keyin oxirgisi unga kasalga, masalan, kasal bo'lsa, dori yozamiz. Bizga retsept kerak. Retsept plyusni bosamiz. Keyin oddiyni bosamiz, yozib berishni bosamiz. Keyin sizda bunaqangi retseptni blankni to'ldirish kerak bo'lgan zona chiqadi. Bu yerda dori vositalarini tanlaysiz. Eng oddiysi, например, og'riq qoldiruvchilar yozamiz. Tabletka qizilda belgilangan galochkalarni обязательно to'ldirishimiz shart. Qabul qilish usuli og'iz orqali chiqadi. Datasini kalendardan sразу hisoblab berasiz. 5 kun, 10 kun, 7 kun davomiyligini yozamiz. Bir martalik dozasi bir kunda bitta tabletka qabul qiladi va mana yerda davom etishni bosamiz. Saqlash va imzo qo'yishni bosamiz. Bizga okno chiqadi. Bu yerda sizda telefoningizda programma bo'lishi kerak. O'sha programmaga sizga kod keladi va o'sha kodni shu yerga kiritamiz. Nazat, mana получить kod 344 897. Shu kodni kiritamiz. Mana hozir kodni kiritdim va imzo qo'yishni bosamiz. Bizda boyagi ishlayotgan okno chiqib keladi. Pastiga tushamiz. Chiqadi retseptlar. Mana yerda strelочкani bosamiz. Sizda hozir yozgan nemisulik, mana biz yozgan tabletkamiz chiqdi va mana yerda chop etish bosamiz. O'zbekcha chop etish va sizdan so'raydi printer, qaysi printer bo'yicha, ya'ni sizda retsept uchun maxsus printeringiz bo'lishi kerak. XP80 bosasiz. Retseptni mana elektron retsept chiqib keladi pechat va bizda chiqarib beradi.